Hayır kaldı. Niyetle döndürdü. Yaxşı niyette. Zarda aslında kadam var. Ahır yettim dikenini yetmezsin. Hadi niyet dikenler kadam bastı. En oraya gelen icabların niyetini versin. Tamaşamız devam etadi. Navbatda bana bir şişeboz yigitimizga beramiz. Sizlarga bir o'zini o'zi ishontirib bir tomoshalar ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Juda sersalom bola ekansan-da. Qilyapman-da yana. Nima qilasan chiqib? Menga navbat berasiz. Navbat berdim, boshida o'ynadi. Endi bu yerda navbati bilan. Endi boshqa artistlar ham o'ynaydi. Men ham o'ynayman. Nima o'ynaysan? Ikki vagon hunar bor. Ha, ikki vagon. Bo'lmasam, o ikki vagon hunaringni saqlab tur. Hozir navbatni boshqa o'yinlarga beramiz, keyin senga ham beramiz navbat. Hop. Hadi. Ha, men aytganimda chiqaveradi. Hopmi? Hozir ukalaringga qarab qo'y. Mana shu yerda sal orqarab qo'ygin, bu tomonda ham orqarab qo'ygin, Tomoshamız davom etadi. Endi bir yosh qatnashchimiz bor. Eldorbek sizlarga tomosha ko'rsatadi. Bir kalla qo'yaymi hozir? Ko'rmayapman. O'ta yoqqa chekkiga chiqib. Qara Eldorbek nima tomosha ko'rsatar? O'yitga o'tir. Senga aytaman, hozir chiqasan. Yo'q, aytganimda chiqasan. Bor, o'g'lim. Taqsira keyin oldiga o'tir. Qara Eldorbekni bir qarsak bilan kutib olamiz. Marhamat. Eldorbek. Ya barakallah. Aylarim Eldorbek. Sizlarga endi o'rganib kelayotgan tomoshalarni ko'rsatadi. Gruppamizni eng kichkinasi, eng yoshimiz. Endi xudo xolasa kecha birinchi kun davrada bir tomoshalarni ko'rsatdi-da. Endi ancha-muncha kamchilik xatosi bo'lsa aytga sanamaysiz. Endi o'rganyapti. Biz yigitlarimizni ko'proq davrada tayyorlaymiz-da. Odamlarning ko'zini oldida, chunki ko'pchilikda nigohida o'rgangani baribir. Ha, mayli. Aylarim ko'ring. Shisha siniqlari bilan tomosha ko'rsatadi. Shisha siniqlari bilan yigitcha o'ynasin. Nimaligini hamma yaxshi biladi. Shishani tig'i pichoqni tig'idan o'tkir deydi. Yigitcha mana shularning ustida ochiq badanlarni urib sizlarga tomosha ko'rsatadi. Sizlardan qarsak, yigitchadan bir tomosha bo'lsin. Qani marhamat yigit. Hey, qaralar sevib o'tirsa. Yasha. Hey, sho'rvaga, shoshilma. Qarsak bo'lsa, qarsak yigitga. Eldorbek. Barakallah. Nima o'ylashingiz mumkin? Yigitcha dumalaganda badanini ehtiyot qilyapti deb o'ylashingiz mumkin. Mayli, endi dumalamasin. Bir yo'la shishaga yotsin. Yotadi, o'zini ko'ryapsiz. Oshib ketsa 60-65 kilo vazni bor. Shu vazni bilan ustida akalarini og'irligini ko'tarmoqsin. Ikkita akasi chiqib oladi. O'rtacha 60 kilo, 65-70 kilo olganingizda ham 140 kiloga yaqin yuk bo'ladi siz. Yo'q. Mayli, 3 ta odamni ko'taraman deyapti. Ko'ringchi, 3 ta akasini og'irligini ko'tarmoqsin. Marhamat. Qiling. I'm on ganja all over me, again. I'm on the ganja, in a story. Hey! Qarsiga! Barakallah. Mayli, yana ham murakkabroq holatda tomosha ko'rsatadi. Endi shishaga yotsin, o'zini kuchi yetgancha tepaga otib, orqa badanini shishaga uradi. Men mikrofonni qo'yib qo'yaman. Shishani ovozi eshitilsa qarsiga qo'yasizlar bolaga. Marhamat. Muzika to'xtatib turing. Shishani ovozini eshitaylik. Aylarim ko'ring, yigitchani yana ham tomoshalarni og'irlashtiraman, murakkablashiraman. Endi shishani o'zi kamlik qilmasin. Bizda shishalardan tashqari miqlar ham bor. Ochiq beringlar, akalari, ochiq beringlar, rahmat. Mana, miqlar. Endi gumon bo'lmasin, bola shishaga yotsin, ustidan miqlarni qo'ysin, ustidan akasi ham chiqib olsin. Shishalar miqlar bolani badaniga nima qiladi, ko'ring. Marhamat.
Hareketda. Hey, 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 hey. Hop. Ko'ring, yigitchani yana ham tomoshalarni og'irlashtiraman. Endi ko'pchilik kelib so'raydi-da mendan. Nimaga bu shishalar bolani kesmaydi deb. Kesadi. Endi ko'pi bu davraga chiqquncha ham kesib bo'lganda, o badaniga yaqinroqda qarang, sher bilan olishga uchiga o'xshaydi. Tog' joyi qolmagan. Mayli, shishaga ochiq yuz ko'zi bilan yotsin. Eng nozik narsa odamning yuzi bo'ladi. Yuzi bilan shishalarga yotadi, yotgan holatida meni og'irligimni boshida ko'tarib o'ynasin. Ko'ring. E'tibor bering. Shu holatdan chiqaman. Sizlar bo'ldi desalaring keyin tushaman. Faqat bo'ldi deyish esdan chiqib qolmasin, men turavermay tepada. Ko'ring. Bo'ladimi? Hey! Qarsi yo'q, qarsi. Ellarni! Yashayga! Barakallah. Ya bo'lmagan. Yashang. Mayli, aylarim, ko'ring. Bu shishalar bilan endi o'rganib kelyapti-da, tomoshalarda. Hali murakkab tomoshalari ham bor. Ularni ham Xudo xolasa ko'rsatadi. Endi oddiy pichoq bilan tomosha. Nimaligini hamma yaxshi biladi. Uy ro'zg'orida ishlatamiz, pichoq. Ko'ring, oldin bu pichoqni mana ochiq bering. Ochiq bering. Ha, oldin pichoqni ko'ring, taxtaga tashlayman. Sanchildi. Taxtaga shu darajada sanchilgan pichoqni endi bolani qorniga tashlayman. Faqat onalarim, opalarim qo'rqmanglar. Bu narsa bolani qornini teshib qo'yganda men qildirmas edim. Faqat mana oldida o'tirgan ukachalarim uyga borib olib bir-birlaringizni qornalaringizga pichoq tashlab yormanglar. Bu sizlarni kesadi. Bola mashq qildi-da, mashqning natijasini ko'rsatyapti, e'tibor bering. Ha, e'tibor bering. Qarasa ham bo'ladi. Mayli, birodarlar, aytdim, bugun 2-kun tomoshosi. Hali yana yangi nomerlarni tayyorlayapti, mashq qilyapti. Xudo xolasa u tomoshalarni ham ko'rasiz. Endi bu yigitchani ham o'yinlarini ko'rdingiz. Sizlarga ustozidan o'rganib bir tomosha ko'rsatdi-da, akalaridan o'rganib sizlarga mana yosh yigitcha tomosha ko'rsatib oldi. Lekin atrofga qarasam, onalarim, opalarim menga yomon ko'z bilan qarayapti. Jibira bola ekan, o'zini ukasini ham qorniga pichoq tashlaydi. Lekin birodarlar, majbur qilmadik. Alloh ishq muhabbatini beribdi-da. Qarang, yosh yigitcha haloyiqni o'ziga qaratib qoldi. Mana ko'ringlar. Ey, bularda ota-onasi sahiyda. Farzandini ham qo'liga pul berib sahiylikka o'rgatyapti. Rahmat. Undan tashqari telefonga, cho'ntagidagi pullarga, qimmatbaho buyumlarga ehtiyot bo'linglar. O'zingga hushyor bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan. Ogohlik davr talabi. Shuning uchun iltimos hushyor bo'lib turasizlar. Yana bundan tashqari biz yigitlarimizga mana shu xalqning himmatiga rahmat. Kelganimizdan beri ovqatlarni qilib, shirinliklarni qilib olib chiqib berishyapti. Biz yigitlarga yaxshi niyatli ehsonlar qilishyapti. Oshlarni qilib olib kelib berishdi. Yigit akalarim choyxonalarda oshlarni olib kelib berishdi. Endi bizdan qo'rqib uyatib emas, yaxshi niyatda ko'pchilikni duosidan umidvor bo'lishdi-da. Mana shu ehson qilganlarning haqqiga bir ko'pchilik yaxshi nazarda duo qilaylik, ilhoming. Avvalo umid bilan kelishibdi, Alloh noumid qilmasin. Ehsonlarini dargohida qabul qilsin. Sizlar ham tomoshani boshidan turib pul bilan ehson qilyapsizlar. Ehsonlaringiz oxiratda jannatda boshlaringizga soyabon bo'lsin. Nima niyat? Nima maqsadda? Tortayga kelib ehson qilyapsizmi? Niyat va tilagingiz yaratgan Allohga ayon. Ko'pchilikning duosi bilan niyatlaringizni Alloh ziyodasi bilan bersin, amin. Allohu akbar. Rahmat.
Eylerim bergan pullaringizga, bergan osh-tuzlaringizga rozi bo'lasizlar. Biz yigitlar qilib kelayotgan mehnatlariga rozi. Kira tomosha qiling. Polvon yigitlar, asl polvon tomosha ko'rsatadi. Polvonni ko'ramizmi? Eshitilmadi, ko'ramizmi? Bo'lmasa bitta ovozli qarshi bilan kutib olamiz. Asl polvon! Barakalloh polvon. Yasha! Ya baba. Aylarim Asilbek, 20 yoshdalar. Sizga bir pahlavonlik tosh o'yinlari bilan tomosha ko'rsatadi. Mana toshlar, oq toshlarimiz 16 kilodan. Qora toshlar 24 kilodan. Polvon oldin toshlar bilan badan qizdirsin, badanlarini qizdirsin, keyin og'ir tomoshalarga o'tamiz. Lekin polvon yosh, qarsiyni yaxshi ko'radi. Qanday qarsiy bo'lsa, polvondan tomosha. Yata! İngilizce barmağıda 24 kilo. Hey! Yaşasın! İşte boş! İngilizce barmağlarında. Yaşasın! Hadi! Barakallah! Qarsayib otursun! İki tarı bo'lsa ham oldindan o'ynab bo'ladi. Bitta tosh bilan tomosha ko'rsatadi. 16 kilolik toshni havoda aylantirsin. Chiroyli tomosha. Men o'zim ham yaxshi ko'raman. Ko'ringda, yerga tushirmasin. Nechqilisini qay mahoratda aylantiradi, ko'ring, baho bering. Katta. Qani polvon, bir ko'ramiz. Botenda. Kesli doshira. Qani. Vale, vaba. Hey, sho'ra. Vale, bezra. Ramoshkama. Barakallah. Hey, sho'ra sarenda. Barakallah. Hadi yasa. Hey, sho'ra. Yaşasın. Hadi bassa. Hoppa. Ya hayır. Hadi. Orta tarafına. Hey, yaşa. Kablo. Hey, kabarro. Hey, polvon. Ey polvon, mahkam bo'lgan. Hadi boshqatdan. Birodarlar, 3 aborotda aylanyapti, ko'ring. Barakalloh. Nima bo'larkan-a? Nima bo'ladimsa? Ey, qarshi cho'qayveraylik. Mayli. Ikkita toshni baravar aylantiradi. Ikkalasini bir-biriga urishtirmasdan, adashtirmasdan qanday o'ynab keladi? Ko'ramiz. Voh! Olmadi. Shiv holati, kres holati. Bir qarsiy bo'lsin. Asl polvon. Birodarlar, u Panjikentda qarsiy qimmatmi? Rahmat. Bu tarafga gap yo'q. Sizlarga gap yo'q bugun. To'ylaringizni asfaltlaylik. Bitta isbotlab qo'yinglar qarsiy bilan. Mana qarsiy. Hem ro'para taraf, bu taraf, orqa taraf, abid bo'lmadimi deyman, ha? Bitta baravariga qarshi istaydi. Rahmat. Bu qarsiylar ichkishi beradi. Keling. Ha, bardori. Ha? Vazn, yigit, vaznmi? Vaznim 5 kilo. Rahmat, kam umid. Qarang, marhamat. Pardon, ko'taring yelkaga, keyin tepaga olasiz. Ha? Ikkita qo'lda oling, yelkagacha ruxsat. Ana, endi bitta qo'lda. Tepaga. Ha, bittasidan chiqadi. Yana bitta. Ha, ikkita qo'lda. Qani? Ha, yaxshi. Endi tepaga. Gap yo'q, bitta qarsiy bo'lsin. Bo'ladi. Gap yo'q. Bag'ot yigit ekanman. 50 kilo chiqadimi? 50 kilo.
Rahmat, qarsi bo'lsin, o'g'illari polvon bo'lsin. Tamolaylar. Hey, yana bormi yigitlardan ko'tarib ko'raman deganlar. Bu yigitlar qilgan ishni biz aniq qila olmaymiz. Hamma o'zining kasbi bor, kasblaringdan baraka topinglar. Mayli, polvon. Tez kelib turing. Rahmat. Mayli, ko'ring. 50 kilo, 50 kilo. Polvon mana shu toshni bir qo'lida ko'taradi, yana ikkita 24 kilolik toshlar. Buları 54 kilo. Polvon mana shu toshlarni, 3 ta toshni biror yordamisiz ko'tarsa qarsa icholamiz. Harakatda! Toshni ko'tarilish usuliga e'tibor bering. Kamdan kam polvonlar bajaradi. Shangilyor holatda 50 kilo bir qo'lida. Yoshlar polvon. Mana bunisi shu holati. Bo'ladi. Yetadi. Qarang, bitta qo'lida 50 kilo. Yerdan bir o'di yordamisiz 24 kilo. Oyog'ida yana bitta tosh. Qarsi ichaganda o'g'li polvon bo'lsa. Bana yapar misin? O'zini yoshiga nisbatan og'ir yuk ko'taradi. Necha kilo yuk ko'taryapti hisoblab turinglar. Toshlar uchalasi 100 kilo bo'ladi. 16 kilodan 32 kilo. 130 kilo lom zanjir bilan 140 kilo bo'ldi. 140 kilo yuk kamlik qilmasin. Yordam berayotgan ikkita yigit ikki chekkasiga chiqib oladi. Mana Tahsin akam 70 kilo, Xudo berdi 70 kilo, yana 140 kilo. Oho! Birodarlar, 280 kilodan oshiq yuk bo'ldi. Salkam 300 kilo. 80 kilo bo'ladimi? 300 kilo? Ana 80 kilo. Polvon mana shu yuklarni tishida ko'tarsin. Tishlab yerdan ushlasa, polvonga bitta qarsi ichib qo'yamiz. Marhamat. Kavul buloqni tashladi. Ol Farg'ona yigiti Davronning yanami? Bulardi o'zi. Oho, ikkita tosh, bulari 32 kilodan. Yana 64 kilo yuk qo'shildi. Oho, 350 kilo bo'ldi. 350 kilo. Polvon tishida uzmasa qarsi icholamiz polvonga qani. Davronning budini. Polvon, ayushlar ko'payib ketdimi? Xo'p, birodarlar e'tibor bering. Shu holatda ko'taradi. Agar qo'li bilan ushlasa, hisobba boshqatdan ko'tartiraman. Qo'li dushamasdan ko'tarsin. Ko'ring. Oya! Polvon! Katta! Voy, mahkamni! Bos. Polvon! Olasan endi. Qani, hey. Bos! Yasha! Hey, birodarlar! Omad tishida ko'tardi. Osh yeyasiz, kichkinagina tosh tishingizga tegsa, zahri miyasidan chiqib ketadi. Yo'q, tomoshasini ko'rsatdimi? Qadimdan bir talabini ham solib qo'ygan. Lekin pul berishingiz majbur emas. Polvon, tomoshani ko'rdim. Ko'rganim o'zimga halol bo'lsin degan bo'lsa, bolani talabi biron somon so'rab qo'yaman. Polvon, bu 10 somonga ana ko'chada 4 ta non beradi. Uyimga borsang ham mehmon qilardim degan bitta mehmon do'st bo'lsa, bolani talabidan so'radik-da. Yaxshi ko'rib, xaridoriga qo'shilib, bir yo'qlab ketganlarni duo qiling. Ilohim haloldan topgani haromga ketmasin. Zurriyot tibbiy farzand o'tmasin. Xonadonidan chiroq o'chmasin. Bizga bergandan qolgan davlati farzandlarini, nabiralarini to'y tomoshasiga bersin. Amin. Allohu akbar. Sizlar uchun bir necha bor Darbozlar ko'rik festivalining g'olibi, qatnashchisi
50 yoshida Dorboz, bugün yurtingizga ajib bir dorboz keldi. Qani, sutni yoqib qo'yinglar tezda. Tahsin aka, tayyormisiz? Yashang aka. Endi hushyor bo'lasiz aka. Xayolda qochirmaysiz-da. Qani. Hey! Ha mana. Hay yashay. Yajat va odamlar bosib qoldi. Chiqarib olgan kabelni. Hoppala. Ha, qarsaga ishtilmayapti-ku. Chiqarib olib. Qani. Hoppala. Har orqadan kelaylik. Ha, hushyor bo'ling aka. Qarsiy bo'lsa qarsiy. Aka, ham mashaqqatsiz qulodiga orqaga bir chaparasi usulni yuguring. Qani marhamat. Qani. Hoppala. Lezginko. Ay, yashay. Mehnatini rohat o'ylamang sho'ri zaminni. Biling kim sho'r yerda sumbul olmas. Yomon qul yaxshini nazarga ilmas. Gar daraxt o'z o'rnida egri bitsa, ham ming tabini olgan bilan to'g'ri bo'lmas deydi. Chordana qurib o'tirsa bo'ladi. Ha, qarsa cho'sagan bo'ladi. Tavakkal harakamiz barakalloh. Haberlerin yavaştı. Barakallah. Çırali dalaşyalar. Kazakarlı dalaşyalar. Hara. Yatta. Hara. Aşkın üzüldükleri yüzlerini bir kıl üzüldükçe eğletirip olsun. Hara. Hara. En yaşı arığını arayın. Bakın üzüldükçe eğlenip ordu. Alahu da kılıp gözetip olsun. Buning tomosha qiling, yigit qo'llarda oddiy
Çalamcı haltekere. Gözüm varmak, koçlar bomboş, eşime yok. Onlarıyla sağlıklı yüzleri varmakta, bomboş çalamcılar. Arabanı kırayım, haberkeler koydu onu yaptı. Karşı var mı karşı? Emara canla yaşayın, yana bir boy fırsatı varmakta. Bomboş çalamcılar. Bunlar çıkamaydı mı bunlar ha? Hani? Ha? Ha? Ha karşıyı yapıyoruz karşı. Koyun zaman şokun yaşamızı kollarda adli bir materyalli. Oddiy arqonlar. Oddiy arqonlarni jamlarga bo'ysundirib olsin. Qani? So I don't even understand why he's running friendships and he's even nothing like pretty brown, she be coming full of brown. Hay. Qani, show bilasiz. O ilonga aylanib qolmasin. Pretty Qani? brown, she be coming full of brown. Ana shu. Qani uni qarang. Hay. Qani uni qarang, tikka turishini. Ya mana jalla. Ormanlarga yana qaytadan ko'rsatib olsin. Qani? That's the way I be play. I don't care on my shit. I be smoking up the game. Arzay bo'lmayapti qarshi. Ya mana jalla. Ortasida o'sha ham ko'rsatyapti. Yigit to'qonlarda oddiy xaltachalar. Sizga ichini ko'rsatib oryapti. Mana bo'sh xaltacha, ichida hech narsasi yo'q, bo'sh. Mana har taraflama ko'rsatib olsin. Bo'sh xaltachalardan nimalar paydo bo'ladi ko'ringanda. Rangli materiallar mana. Yasha. Ko'rsatib beryapti, hech narsasi yo'q. Materiallarni qo'ydi. Ey, materiallarda o'zgarishiga e'tibor bering. Qani? Qani.
Mana qo'llarida oddiy sochiqlar ko'rsatyapti. Sochiqlarning u tarafini, bu tarafini. Ana, siqib ham ko'rsatyapti. Hech qanday rasmlari yo'q. Sochiqlar bilan, piyolalar bilan, oddiy piyolalar bilan tomosha bo'lsin. Hey! Ko'ring, piyolalarning changini, g'uborlarni artib boryapti. Qani! Hey! 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 Mana piyolalarning changlarini, g'uborlarni artib boryapti. Barakalloh! Yashasa! Qarang, qarang, qarang. Xuddi shu holatda ikkinchi piyolani ham to'ntarilayotgan piyolani olib, changini, g'uborlarini artib boradi. Yig'indor bo'la e'tibor bering. Ikkita to'ntarilayotgan piyolalar bilan tomosha bo'lyapti. Mana bitta piyolani olib, ikkinchi piyolaga hayolan suvlarni olib quyib boryapti. Voh! Yashasa. Gap yo'q. Ko'ring, ko'ring, ko'ring. Piyolalarda, bo'sh piyolalarda nimalar paydo bo'ladi? Ko'ring! Qani! Ya barakalloh! Suvlar chiqyapti. Yashasa! Hey! 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 Abu suvlar tugamas ekan. Ya qo'yili, piyolalarga ko'rsatyapti bo'sh piyolalar. Hey! Ovozli, qiyqiriq qarsiydi eshitdik. Yasha! Hey! Yana bir yigitchalardan, o'g'il bolalardan chaqiring. O'g'il bolalardan chaqiring. Kiyana bitta bo'ladi. Mana. Hey, yigitchalar bilan bir tomosha bo'lsin. Qani katta. Ertaga apparat so'raymiz. Qani bir ko'raylik. Poylab qo'ysang boshqa narsa chiqadi. Poylamaga! Taniki-mi? Razmeri-yu. Oppo. Hey, qaytarib bering, ishtonsiz ketmasin uyga. Bir tomoshadan keyin beradi. Mayli, hozir o'tirib tur. Tomoshadan keyin qaytarib beradi. Bir qarzi ham chop qo'yavering. Yigit tomoshalari. Yigit o'zini yaxshi ko'rgan tomoshalari. Yigitning qo'llariga e'tibor bering mana. Oddiy qozonchalar bilan bir tomosha bo'lsin. Oddiy qog'ozlarni yoqsin. Yongan alangalar nimalarga aylanadi? Ey ko'ring! Olovga hushyor bo'ling ana. Hushyor bo'ling yigitlar. Alangalar nimalarga aylandi ekan? Ko'raman. Oliyasa!
Yasha! Nurdorbek! Hey! Yana chiroyli tomoshalari. O'zining yaxshi ko'rgan tomoshasi. Hey! Bolani qo'llarida oddiy stulchalarni ko'rsatyapti. Mana hech qanday sirasimonlari yo'q. Stulchalarni ko'rsatsin. Stulchalar bilan tomosha. Sizlarga xizmat qilib bordi. Illyuziya boks o'yinlarida mohir ustasi, Farg'ona farzandi Nurdorbek. Nurdorbekka bitta rahmat, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Mardor yigitlarga beramiz. Ular tayyorgarligini ko'rib chiqingacha bir palvonlik o'yinlari bilan yana bir jiyanim o'ynasin. Najot Beyni. Hey, yeshi. Qaranglar. Sidu kilogram. Qani mana shu toshlar bilan bir sizlarga tomosha ko'rsatsin. Badallarni qizdirib olsin. Keyin navbatda og'ir o'yinlarga beramiz. Palvonni qarsak bilan qo'llab turamiz. Qani marhamat palvon. Qara. Sharmalab. Qarsay balanga! Ya barakallah! Qani toshlarda boshidan oshirib bir olmaday otib o'ynasin-chi. Qani yamuchka tomoshasi. Qani. Hey! Qarsay bo'lsin! Ya azlar, bu qarsay shuncha qimmatmi deyman-da sizlarda, ha? Bozorda sotmaydi bu qarsayni. Magazinda bermaydi. Qarsak ikki bilakni orasida. Qarsay yuragidan chiqadi. Ha, yuragidan chiqarib bir qarsay bo'lsin. Barakallah. Qani tomosha qiling. Qani. Hoppale! Sharbalab! Barakalla! Hay yaşa! Hey! Ya qarsay bo'lsin! Azizlar tomosha qiling, navbatdagi o'yinda mana 4 ta 32 kilolik tosh 128 kilo. Non bilan 150 kilo, yana 2 ta yigit 150 kilo, 300 kilo. 300 kilo yukda qani sizlarga tik turgan holda yelkasini ko'tarib bersin. Qani, tomosha
Tomosha qiling, 300 kilo yuk ko'taryapti. Marhamat. Habale. Kilo yuk. 128 kilo non bilan 150 kilo, yana ikkita yigit. Qara. Ya barakalla. Ey yaşa. Ha bo'ladi. Qara. Sharmala. Ya qarshi bo'lsin. Najot polvon. Ya barakalla. Marhamat. Marhamat. Nima qilibsan? Ya barakalla. Ya yaşa. Ha bana. Ha qarshi yo'qmi qarshi? Hay şarjörler. Ya bana müsaade var biri. Hadi ya. Baba. Ya yaşasın ha. Hey. Şu şeyge bir de kıykını karşıymışsın. Olaylar bütünleri yemezsin oynayasın ona. Ay yaşa. Hey şarjör. Olaylar oynayasın yine. Çok silme kalı. Hey, alangalarda sizlar do'shini bersin. Barakallah. Ne qarshi to'xtab qolasan? Yaşa. Hey, ikkalasini baravar uçursun. Sormagan. Alanga balon. Shu, hey. Ya. Qarshi. Hey! Olosli qarshi